Hurmatli do'stlar, albatta biz yangi loyiha boshladik. Tinchlik loyiha deysizlarmi? Hammamiz uchun ham birdek manfaatli bo'ladigan tug'ilgan kunlarda surpriz loyihasi. Bugungi loyihamiz Bog'ot tumani Saxovat mahallasida bo'ladi. Onajonimizni farzandlari nomidan Zeboxon onamizni 44 bahorni qarshilaganlari albatta onajon 44 bahorni qarshilagan navro'z kuningiz muborak bo'lsin. Farzandingiz Burakjon do'stimiz nomidan hamda Ruxsona opamiz nomidan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni baxtini hamisha sog' salomat qo'lg'aysiz. Anagu onamizni ham tabriklaymiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Onaxondagi yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib, hamisha yaxshi kunlarda o'ynab kulib yurish sizga ham nasib qilsin ilohim. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Tirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Buning uchun Allohdan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda baribir yashash boshqacha deganlar bitta chiroyli guldiroz qarsayingizda bo'lsin. Albatta statistik ma'lumotlarga qaraganda shu ikki qo'ldan chiqadigan chapak Xorazmda paydo bo'lgan deydilar. Xorazmda paydo bo'lib bo'libdi deb o'tirmaslar. Shuning uchun yana bir chiroyli Xorazmdasina chapak bo'lsin. Onajon yana bir marta muborak, 44 yoshingiz muborak bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'ling. Farzandingiz aytdilarki, mana onamning ona dunyoda kam bo'lsa kerak. Boisi meni dunyoga keltirguncha qancha azob, uqubatlarni boshlaridan o'tirganlar. 9 oy, 9 kun meni o'zini qornida ko'tarib yurib, qancha qiyinchiliklarga chidab, undan keyin ham bir parcha et vaqtimdan shunday chiroyli ko'rinishga olib keldilarki, onamni oldida men bir umr qarzdorman. Xudo xolasa hali men onamni oldidagi qarzlarimni uzaman. Ota-onamni haj safarlariga jo'nataman dedilar. Bolam bilan buvimni ham haj, umra safarlariga jo'nataman dedilar. Ilohim mana shu yaxshi niyatlaring do'stim qabul bo'lsin. Allohim o'zi yetkazsin. Solih farzand bo'lg'aysan. Mana shu uylara Xudo xolasa galin olib kelganingda hamma do'stlaring bilan birga, qarindosh urug'laring bilan birgalikda tabriklash nasib qilsin. Yana bir bora yaxshi kun muborak bo'lsin. Yine gelinimin doğulan günü ekan bugün. Xudoyim shu balam bilan Zafar bilan ko'p uzoq yashasın. Ne bir orzu umidlari olsa ro'yobga chiqsin. Qizini chiqardi, qizim doimo masallar. Balasini qo'lga o'ynab, beshik o'ylab, hurmat nasib etsin. Balasini uylantirib, gelin olib o'tirishni nasib qilsin. İş kılıp, balam bilen baxtlı bo'lsin. Muratjon, Elyadekinin to'ylarida xizmat etib yursinlar, hammasiga og'zi bigachilikni bersin. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi niyatlaringiz qabul bo'lsin ilohim. Siz ham yaxshi niyatlaringizni yo'llab qo'yishingiz mumkin albatta. Tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Xudoyim og'am bilan qo'shaqlar 100 yoshlarga kirsin. Og'am ham omon sog' ishlab, sog'lom bo'lsin. Muratjonni shu to'yimda o'tirishimizga nasib etsin. Elyadekni Nozimam baxtli bo'lsin. Ruxsona hammani shu yaxshi kunlarda ko'rish, shunday o'tirishimga nasib etsin. Salomat qilishingiz mumkin albatta. Hamma yaxshi niyatlar bilan kelgan bu yerga. Marhamat. Sizlarni tabriklayman. Shunday bayram hisob etib, yilda tug'ilgan kunni inshaalloh o'tkazish nasib etsin. Yeringiz bilan shu bolalarimizni birga
bağırıp, her cevap olup oturuşan nasip etsin. Hemşe ağzı birçiligimizi versin. Hemşe mahlukların iyiliğinden tebessüm etmesin. Damat neydi? Biraz yaxshi niyat, albatta yaxshi shundan chiroyli bo'ladi. Zefanın dolayısıyla yıllar ekenimiz şu fırsattan faydalanıp Muratcan'ı, Geliyatbek'i, Nazime'ni boylarından bitirşen de nasip olsun. Refer aman savuşan gürsün. İlahim şulara baş karşı olup ülke şapatam bilen çeçemem. Tebrikliyim. 100 yaşlara girsin. Sevay hemşe. aytib nolibman. Goh oromini buzib, orom olibman. Dunyoga berilib bilmay qolibman, onamning sochiga oqlar tushibdi. O'zimni oqlashga bahonam ishlar, o'tkinchi shon shuhrat, soxta olqishlar. O'tib ketibdi ya qancha yoz qishlar, onamning sochiga oqlar tushibdi. Ba'zan yo'lim kutib tinchi aribdi, aytmagin sog'inib, jim axtaribdi. Men tez ulg'ayibman, u tez qaribdi. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Kun o'tdi goh do'st, goh g'anim bilan. Mast bo'ldim janonga yoqqanim bilan, ko'rmabman ey har kuni boqqanim bilan. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Kimlar uchun yeldim, yugurdim, chopdim. Qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt topdim. Men nodon qora soch onam yo'qotdim. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Ilohim onajonlarimiz, dadajonlarimiz biz farzandlar baxtiga hamisha sog' omon bo'lsinlar. Deganlar yana bir chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin. Albatta yaxshi kunlarda didorlashishni Allohim barchamizga nasib qilsin. Yana bir bora onajon 18 yoshda tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuzlari chiqib turing. Farzandlarim bag'rida hamisha o'ynab kulib yurishni nasib qilsin. Son ailemizi baktına, dedem baktına, bizler baktığımızda hemşe sağ selamet yürüsünler. Umumi ailemiz hemşe sağ selamet gülüp oynab yürügiyle. Ateng oneng için yaşadık evvel. Sen bir feriştege okşaysan ayol. Evvel boleng için yaşadık. Endi kaçon o'zing uchun yashaysan ayol. Bolam deb o'zingdan sonaman deding. Kerak bo'lsa o'tda yonaman deding. Ayolman demading, onaman deding. Qachon o'zing uchun yashaysan ayol. Söyleyen bir gep demey sana diyip gittim ya. Söyleyen bir gep demey sana
Hammangizga rahmat. Yana bir bora yaxshi kun muborak bo'lsin. Farzandingizni baxti kamolini ko'rish nasib qilsin ilohim. Boshni fido ayla ato qoshig'a. Jismni qil sadqa ana boshig'a. Ikki jahoningga aylar sen fazo. Hosil et ey farzand ushbu ikkisidan rizo. Kun kuningga aylagali nuru fosh. Birisin oy ayla, birisin quyosh. Albatta Alisher Navoiy bobomizni ta'biri bilan aytganda, ota-onaning rizosini olgan farzand ikki dunyo saodatiga erishar ekan. Do'stim, sen ham shunday ikki dunyo saodatini tilayman. Salomat bo'l, shu insonlarning duosini olsang, u dunyo bu dunyo kam bo'lmaysan. Shu boisdan ham onajonimizdan bir chiroyli duo olamiz endi. Marhamat. Bereket versin, köp versin, can sağlık olsun, ot hoşluk olsun. Xudoyim shu xonadonda hamisha to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Do'stlarim bundan ham ko'payib, Xudoyim davralar qurib, gulib o'ynab o'tirmoq nasib bo'lsin. O'g'lini, qizini uylantirib, to'ylar atib o'tirmoqlikni nasib etgay Xudoyim. Uzoq yosh, keng davlat bergay Alloh taolo. Zafarbekim ham amal sog'ini ishlab, do'lib toshib kelib o'tirgay Xudoyim. Amin. Rahmat. Yaxshi niyatlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Siz ham yuzadan o'tib, bobom bilan qo'sha qarib, tinchlikda, salomatlikda pensiyangiz olib, asrab yashash nasib etsin. Bugungi birinchi tabrigimizda agar kamchiliklar bo'lsa, ming barobar uzr so'raymiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlaringizda kelib tabriklash bizlara ijodiy jamoamizga nasib qilsin.